Assalomu alaykum, hurmatli AK SUZB profil obunachilari. Mana bugun bizga kelgan model iPhone 11 modeli bo'ladi. Buni biz qizil korpusga yig'ib qo'yganmiz. O'ziniki mana ko'rganinglardek ekran qo'yilgan, yangi original batareya qo'yib berdik, yangi korpus qo'yib berdik. Mana bu o'ziniki bo'ladi. Mana shu ahvolda kelgan. Tokamizning ayollari jahlarini chiqargan ekanlar, davolga qarab 2 marta otgan ekanlar. Mana shu Anton chiqib qopti mana. Shuning uchun hurmatli ayollar, turmush o'rtog'inglarga beparvo bo'lib, telefonga berilib, unaqa qilmanglar. Hamma erkaklar bo'ladigan narsa, ayoli jahlini chiqarsa yo gapirganda telefonga berilib ketsa, ayoli telefonni olib davolga otishadi. Lishna men o'zimda ham shu narsa bo'lgan. Endi men o'zim ustaman, o'zim to'g'rilab berardim qilgandan keyin, sinib qo'ygandan keyin. Shuning uchun bir-biringlarni jahlinglarni chiqarmasdan, bir-biringlarni hurmat qilgan holda hayot kechirishinglarni so'rab qolamiz. Mana to'g'rilab berdik, xudo xohlasa hamma narsalar original bo'ldi. Ekran yechma original, korpuslarigacha yechma original bo'lgan, batareya ham original. Bu otilgandan keyin birinchi ketadigan narsa o'zi bo'ladi. Ichki tarafdan Face ID'si ketib qolgan. Face ID'ni to'g'rilab bera olmadi. Lekin qolgan narsasini xudo xohlasa o'zidek qilib berdik. Kimga agar shuna xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha narxlarini ham yumshatib, ishlarimizning sifatini ko'rsatib, garantiya bilan ko'rsatamiz xudo xohlasa. Salomat bo'linglar.